Hozir o'yinlar haddan tashqari ko'payib ketgan. Ilgari jamoalar 5-6 kunda bir marta o'yin o'tkazishgan bo'lsa, hozirda 3 kunda, hattoki 2 kun oralig'ida ham o'yin o'tkazishlariga to'g'ri kelyapti. Chunki milliy chempionatdan tashqari bir nechta kubok o'yinlari, terma jamoalar bahslari, Yevro kuboklar, o'rtoqlik uchrashuvlari va hokazo bahslar juda tig'iz taqvimni yuzaga keltirdi. Bunday holatda murabbiylar jon jahdi bilan futbolchilari barcha musobaqalarda birdek ishtirok etishini va sovrinlarni qo'lga kiritishini xohlaydi. Mana shu sabab hozir kuchni tejash degan jumla futbolni zerikarli qilyapti. Chunki bitta o'yinni qiziqarli qilib borini berib o'ynagan jamoa yana 2 kundan keyin optimal formada o'ynay olmaydi. Ular natija qilish uchun himoyalanadi, to'pni shunchaki nazorat qiladi, simulyatsiyalar qiladi va hokazo. Aslida bu tashvishlarni futbolchilar va murabbiylar o'zlariga qo'pol qilib aytganda sotib olishdi. Nega? Chunki hozir futbolchilar ham, murabbiylar ham, agentlar ham katta maosh olishni istaydi. Klub maoshni qayerdan oladi? Albatta o'yinlardan. Aynan mana shu sabab o'yinlar ko'payib, uning sifati esa tushib ketyapti.